Video ko'rib qoldim. Bu yoqda balonni sudralyapti-da. Bu shinaga qanchalik zarari bor? Bor zarari bor. Buni zalon pritsep deydi. O'shani buni furachilar juda yaxshi bilishadi. Misol uchun mana узкий поворотga kiradi-yu. Узкий поворотga kirganda mana tigach alohida, tirkama pritsep alohida. U qayilganda, misol uchun pоворot shunchalik узкий bo'ladi, keyin tigach yurganda mana bu pritsep bor, sudralishni boshlaydi. Balon sudralishni boshlaydi, keyin уже protektor yoni bor, o'sha ochilib ketishigacha ham boradi. Shu yo'llarda ko'rganman-da, pavorotlarda o'sha katta balonlarning izlari qolib ketib qoladi. Asosan shundan bo'ladi. Misol uchun mana katta yo'lda ketyapti, trassada, misol uchun fura orqaga razворот qilish kerak. Misol uchun katta razворотga kiradi, no pavorotga baribir sig'maydi-da. Unga moslashmagan yo'l bo'ladi-da. Shu paytda keyin tortadi, pritsep ham tortiladi. Ko'chada ko'p bo'ladi, holat ko'rsatsangiz. Keyin pritsep tortiladimi? Misol uchun ayniqsa, mana orqa balon bilan oldi balon ko'proq tushadi. Misol uchun mana 3 ta balon tursa, birinchi os bilan 3-chi osda bilinadi bu narsa. O'rta os uncha bilinmaydi.